Assalomu alaykum. Mango MMA Ligasining YouTube kanalidagi qadrli kuzatuvchilarimiz, bugun bizni birinchi katta podkastimiz va ligamizning birinchi turnirida ikkinchi asosiy jangda ishtirok etadigan Amirxon Alixo'jayev mehmon bo'ladi bugun ko'rsatuvimizda. Assalomu alaykum. Amirxon aka, tayyor bo'lsangiz savollarni boshlaymiz. Sizga juda ko'p savollar bor muxlislaringiz tomonidan ham. O'zi Mangoga kontrakt qanaqa taklif qilindi sizga? Mango ligasi yangi liga bo'lib ochiladi. O'zi bu Mango emas, X'mi? Mana shunaqangi liga qilaman deb Jasur akam harakat qilib yurishardi anchadan beri. Hech ochishalmadi. Keyin Mango ligasi bo'ladi deydi. Endi men boshqa joy bilan kontrakt qilib qo'ygandim. O'sha menga dekabrda ham bo'y berishgandi. Las Vegasda bo'y berishgandi. Keyin viza masalalari bo'ldi-da, jicha surildi, vizasini olsin bo'lmasa deydi. Keyin fevralga Mayamiga berishdi. O'sha men ketaman deb turgan paytim Jasur akam aytdilarki, anaqa ochilishda ham hatto bilmagandim. Men urushishimni hali. Keyin Jasur akam aytdilar, sizlar urushasizlar birinchi turnirda, chunki ko'zga ko'rintirib ligani nimasini ko'tarib yuborish kerak. O'shanga hamma kuchli nimalarni birinchi turnirga qo'yamiz, ikkinchi turnirga o'sha buni o'sib turgan, mehnat qilgan ballarni qo'yamiz keyin. Deyishdi. Menimcha shunaqa qilib oldimda shu kontraktni. Hozircha bitta jangami kontrakt? Hozircha to'g'risi bilmayman, Jasur akamdan so'ramaganman. Nechta kontrakt qildim, qanchaga urushyapman, nech pul beryapsiz deb ham to'g'risi. Karate kombat bilan shartnomangiz bor, shunaqami? Amerikada 2 yillik kontraktim bor. Nechta jang o'tkazish uchun? 2 yillik shartnomam bor. Nechta jang qilaman bilmayman, lekin 2 yil ichida men Bellatorda, UFCda urushish nimam bor. Shunaqangi dogovor bo'lgan. Ularda o'zi bizda urushib yaxshi nima qilsa, rezultat qilsa, o'sha biz taklif beramiz UFCga, Bellatorga, ma'qul bo'lsa o'zimiz olib chiqib urushtirib, o'zimiz olib kelamiz. Shunaqa dogovor bilan anaqa qilamiz. Vizalarimiz, hamma narsamiz o'zlari qilyapti. Advokatlar ishlayapti, xudo xolasa. Hammaga qiziq Oktagondagi faoliyatingiz nima bo'ladi? Oktagon ligadagi. Oktagon ligada to'g'risi oxirgi bo'yimdan keyin sportga ko'nglim sovib ketgan, to'g'risi. Sport deganda o'sha nima desam bo'ladi, odamlar negativ kuchayib ketdi. Men endi mehnat qildim, juda ham katta mehnat qildim, disiplina qildim. Sportda nimaki qilinish kerak bo'lsa, hammasini qildim. Kechki payt tahajjud namozlarini o'qib, Xudodan so'rab, 2 mahal emas, 3 mahallab mehnat qildim. Uyda kechki payt 500 ta, 1000 talab ajmanliklar qilib, mana shuna tayyorgarlik qildim. Vez tashlaganda ham 17 kilo oson bo'lmadi. 17 kilo vezda ham kamarga urushyapman, chidashim kerak, kamarda olishim kerak deb yig'lab bo'lsa ham o'sha vez qildim. Sparinglarda travmalar oldim, rosa ko'p qiyinchilik o'tdi, lekin yig'lab yurib bo'lsa ham chidadim. Nimaga? Kamarga urushyapman. 70 kilo qildim, lekin formam shunaqangi zo'r bo'lib ketgandi. Zalda 7 ta 8 ta ballar bilan sparing qilardim, chusut qilmasdim urushib. Sayatda men to'g'risi bo'yda shuna nastroy bor ediki, har bitta bo'yga qo'rquvda chiqadi odam. Sapiningizda ham bo'ladi, sizda ham bo'ladi qo'rquv. Menda gram qo'rquv yo'q edi. Men o'zimga savol berardim, nimaga men qo'rqmayapman? Men o'yladim, shu 3 oydan beri bitta odamga tayyorgarlik ko'rganligim uchun men o'zim psixologik tayyorman deb o'yladim bu narsaga. Men o'ylashim bo'yicha shunaqa deb o'yladim. Lekin erta o'zingizga bo'lgan ishonch kuchayib ketganligidan ekan. Men chiqib shuni uraman, otib yuboraman Oktagonda, shuna ish qilaman, bo'ldi men yutaman deb o'ylagan. O'shaning uchun ham uydan chiroyli bo'lib kiyinib, atirlar sepib bo'yga borgandim. Hali kamarda olaman deb, chunki nastroy shunaqa edi, qo'rquv gram yo'q edi. Chiqaman, ishimni qilaman, yutaman, qaytaman. Bo'ldi, shuni bilardim xolos men. Chiqdim, shuni bo'g'ildim, zdacha ber deyapti, bitta zdacha beryapman. Ichimda hamma odamda ichki nimasi bor, gapiradigan odami bo'ladi. Hamma o'zi bilan o'zi gaplashadi. Bitta zdacha bersam, ichimdagi narsa aytayapti, "Ye, shuncha mehnat qilding-ku, zdacha berib yuborasanmi?" deyapti. "Ye" deyapman. Uxlasam uxlayman, zdacha bermayman deyapman. Yana bitta zdacha berdim. Yana miyam aytdi, "Berma" deyapti. "Uxla" deyapti. Ha bo'ldi dedim, bermadim, uxladim keyin. Bu yerda chiqsam, o'sha negativ kuchli hamma u qilding, bu qilding deyapti. Biz qilgan mehnatlarimiz orqada qoldi. Bitta chiqib urushgan sahnadagi narsani ko'rdi odamlar, xolos. Shundan xulosa qildi. Men o'sha chiqdim, bo'ldi sportni yig'ishtiraman dedim. Chunki
to'g'risi ko'chada ham, endi ko'chada menga juda ko'p kishilar ro'paramdan kelib, unaqa qiling, bunaqa qiling deya olmaydi. Men qo'yib qo'ymayman hech qaysinisiga, insoniga men ro'paramdan kelib biror nima desa, to'g'risi. Kommentariyada, Instagramda, bitta shunaqa gapirib, anaqa qilganligi uchun to'g'risi kundan kunga bizzilab ketdim. Keyin Toshkentda yaxshi akamiz borlar. O'ylab qaradim, bo'ldi o'sha aka bilan biznes qilaman, sportajiyman deb o'zimga anaqa qilgandim. Shunday yurdim, keyin Kulachkadan boy berishdi menga. Mana 30-kuni bo'ladi adashmasam, mana shu oyga. $20 ming gonorar beramiz deyishdi, persni berishdi. Persni aytishdi 70 kiloga. Men u paytda o'sha katta bo'lganman. Men aytdim, o'sha 70 ga urishmayman men. Bir marta ves qildim men dedim. Pers bilan urushaman dedim, 77 da dedim, yoki dedim 80 da urushaman dedim. Tushundim dedim. Desam, u pers qarochi 70 da urushaman, men kichkinaman, mendan katta ekan dedi. Shun bilan qarochi ko'nmadi vesga. Men 70 ga qaytarmayman dedim, chunki bir marta qaytardim, 2 marta hushimdan ketganman. Organizm tashalmaydi o'sha dedim. Sen bo'ldi, ish dagovor qilishda u ko'nmadi. Xuddi shu jarayonda Jasur akam oldilaridan bitta o'tib berishim kerak edi. Jasur akam qaysidir musobaqada Dubayga ketgandilar, keldilar. Dubaydan bordim. Aka menga shunaqa boy beryapti, mana shuncha pulga. Keyin o'sha payt sapeniga ham almashtirishdi, boshqa sapeni berishdi 10 mingga. Persuji ko'nmadi, 10 ming beraman deyishdi. Keyin Jasur akamga aytsam, "Sen deyishdi, bitta urushaman deb nima qilman Amirxon? Seni yo'ling bor, seni maqsading bor. Bilaman-ku seni" dedilar. Endi aka dedim, yaqinda menga men o'ylab turishimga qaraganda yaqinda menga juda qiyin sinov keladi dedim. Bilardim chunki mana shu sinovim kelishini. O'sha keldi, mana o'tdim o'sha narsani. Hozir o'sha jarayonda ketyapman. O'sha $10 ming kerak edi menga. Juda ham zararli. O'shani olsam, hamma joydan o'tib ketardim. Jasur akam aytdilarki, "Senga Amerikadan Karate Combat kontrakt berdi. Men o'zim familiyating, dalilingni berib, men o'zim to'ldirdim. Sen tayyorsan, ular viziyani harakatini qilyapti, qog'oz beradi, sen tikasan, dokument qilamiz, o'sha yerda urishasan" deyaptilar. "Yo'q" dedim, "Men dedim Amerikada urishaman ekan" dedim. O'sha umidim uyg'onyapti yana sportga. Keyin aytdim, katta pulga, mana endi katta gonorarlarga, yaxshi joylarda urishishim endi boshlandi mana dedim. Men qilgan mehnatim, shuncha qilgandim ham, endi nimaga yetib kelibdi dedimda, yana ham kuchaytiraman ekan trenirovkani dedimda, shu Amerika kelganligi uchun ichimdagi o'tim yondi meni. Bo'lmasam, to'g'risi sportga qaytish nimam yo'q edi. Odamlarda negativ, mana shu yomon, davay demaganligi uchun menga alam qilib ketdi. Chunki nechta zirillishga boy qilganman, nechta nokautlar qilganman. Topuvi base'larda urib og'darganman masalan. Lekin bitta yutqizganim to'g'ri, menga oson bo'lmadi, men ham yutqizishni xohlamaganman. Shunda odamlar negativ kuchayib ketganligi uchun bittasi ichidan davay demaganligi alam qildi. Shuning uchun sportdan ko'nglim sovib ketdi to'g'risi. O'zi nimaga sizga aynan hali hech qaysi MMAchiga bunaqa negativ bo'lmaganda shu paytgacha. O'zim ham hayron qoldim. Nimaga bunaqa kuchayib ketdi negativ deb. Nima deb o'ylaysiz o'zingiz? Nima sabab shunga? Bilmayman men shu narsani-da, bir meni o'ylashim bo'yicha mana endi hozir aytaman. Meni ijtimoiy tarmoqda ko'rgan odam bu odam hayotda kibrli deb o'ylaydi. Chunki meni ko'rinishim, meni zigladim, men shunaqa. Endi nima qilay endi men xiringlab tura olmasam, nejniy bala bo'lmasam, soham bunaqa emas meni, sport meni soham. Lekin men bilan ko'chada yoki ko'rishgan odamlar, muomala qilgan odamlar juda yaxshi biladi. O'sha ham kelib turib dovdirab bir nima deb savol berib, asabimga tegmasa, masalan bir xillar bordi, sizni o'rtog'immi, qo'shnim nimadir dedi debdi. Keyin haliga aytaman-da, qo'shningga qilib ber telefon deyman-da. O'sha paytda yomon fikr bildirib qo'ymagan bo'lmasam insoniga yomon muomala qilmayman. Bitta qo'lda so'rasa, ikkita qo'lda so'rashaman. Hurmat qilsa, shuni hurmat qilaman. Qiyshaysa qiyshayman, to'g'risi. Lekin ular kibrli odam emasman. To'g'risi, kibr menga emas, bandasiga emas. O'zi jangdan oldin tishlab bo'lsang o'taman degan gapingiz ham ko'p negativga uchradi. Nimaga mana? Men bu kamarni juda ham xohlaganman. Men plan qilib bo'lganman. Kamar mehnat qilganman. Mehnat qilmaganman emas. Soatini, minutiga qo'yib trenirovka qilganman. Monoped, manetta qilasan, monoped, monuna qilasan, monoped uxlaysan, mono suvda muncha o'chasan degan bo'lsa, Jasur akamlar o'sha narsani qilganman, ortig'i bilan.
hech ham kam qilmaganman. Lekin formamga qarasangiz juda ham krasavchikda zo'r. Shunga nastroy borku, nimaki bo'lsa, qaror shuni tishlab bo'lsa ham yutaman. Ilojim yo'q, tishlab bo'lsa ham yutaman. Hali qo'lim sinib ketadi, oyog'im sinib ketadi. Mana shunday bo'lganda nastroy, tishlab bo'lsa ham yutaman. Nastroy shunday bo'lgan. Aytdim-ku men sizga, o'zimga bo'lgan samovereniz ko'p kuchayib ketdi. Ishonchim kuchayib ketdi o'zimga bo'lgan. Mana shuni hisobiga men endi orzuyim, xohishim, mana chempion bo'lib O'zbekistonga shu kamarni olib kelsam, Qo'qonga ketyapman. Qo'qonda kirib borganimdan keyin lukdan chiqib, o'sha bayroqlarni qo'yib, hokim kutib olgan. Ya hokim bizda uncha kutib olmaydi Qo'qondagi, to'g'risi. Haba bo'lmasin, endi borini bor deymiz baribir. O'sha Qo'qonga borsam, o'rtoqlarim, endi akalarim kelgan katta mashinalarda lukdan chiqib, kamarlar ko'tarib ketishadi orzuyim. Bitta Qo'qonda jichaylanib, to'g'ri uyga borib, yorug' yuzlar bilan-da maqsad shunaqa edi. Shuning uchun ham rosa qiynaldim. To'g'risi, kamariga juda qiynaldim o'zim. Lekin negativim juda kuchayib ketdi. Rekord qo'yib yubordim u. Rekord bunaqasi bo'lmagan. O'z oktagonning ichida nimaga shoshib harakat qildingiz? Nokaut qilishga harakat qildingizmi? Nimaga kurashga kirdingiz? Yo'q, erta men bu narsani million marta o'yladim, million marta savol berdim. Unaqa ekan, bunaqa ekan desam, hozir gap ko'p, to'g'risi. Alloh menga shu narsani xoladi. Xuddi shu narsa bo'ldi. Endi men sizga hozir tushuntirib beradigan bo'lsam, qarang. Boy bo'lyapti, biz oxirgi boymiz, o'sha urushyapmiz. Oktagonda shilta. Oxirgi urushgan ballar biladi hammasi. Shilta bo'lib ketgan. O'sha urushib turgan paytim oyog'im siyqonyapti. Men aytdim sudyaga, to'xta dedim. Men aytdim, xo'lakan dedim-da, oyog'imni o'tkazdim. Artib urushyapmiz. U bir-ikki otgan momentda endi udarda kimdir boshqacha ko'radi, kimdir boshqacha ko'radi. Men masalan uni udarini ko'rib turibman. Bir-ikkini shunaqangi otyaptiki, hali tezmasda, hali dona kelyapti bir-ikkisi. Men uni ko'rib turibman. Men orqaga yurdim-da, o'ngda stretchat qildim, sirazi. Stretchat qilgan paytim bo'yimni ko'rsangiz, menga yiqilgan u. Menga kelgan o'sha. Achomlashib qolganmiz o'sha moment. O'sha momentda o'sha miya buyruq beryaptiki, hozir kurashish niyatim yo'q. Men o'sha u oyog'ini ilyapti meni yiqitgani, tushunyapsizmi? Men yiqitmasam hozir u yiqitadi dedimda, o'sha shuni ushlab yiqitdim. Yiqitdim, dabiyani qildim, kontrol qildim. Birozda qochirib qo'yganim nimasi? Buni oyog'imni kontroldan unutganim. Men uraman deb oyog'imni unutganim kontroldan. Tizzamni yopmaganim men. O'sha tizzam yopilmaganing hisobiga u qochib ketib qoldi meni oyog'imdan. Keyin men kurashmayman deb turib nimaga kilitga oyog'imni qo'yib turib bitta mostiga otdimda, stoykaga qochaman degan joyimga uni ro'parasiga qochib qoldim. Chunki men bitta otib dumalagan paytim ko'rmadim-da uni qattaligini, tushundingizmi? U mayda turgan ekan, men dumaladim, shuni tomonga qochibman. Baqa ketmaymanmi? Mana hozir afsus, mana juda ko'p o'ylaganman. Shaqa qochganman. Uni qo'li uzun, shuni tipidan soldi oyog'ini, ustimga chiqib ketdi men. O'sha kech. Shunday qilyapman. Qo'li ingichkaligini hisobiga shunday hamma yog'imga kirib ketdi. Tortdim, o'qildim, harakat qildim, bo'lmadi. O'sha yerda o'zim bilan o'zim gaplashdim. Uxlayman dedim. Shu narsani to'g'ri deb bildim, zdacha berib, hali yutqizdi degan narsani qilmasin. Hali o'g'il bolalarga o'xshab uxlasin deb o'zimga mana shu narsani to'g'ri deb bildim. O'sha zdacha bermadim, uxladim keyin. Shunaqa. To'xtadi jang, setka oldiga borib o'tirdingiz. Tushunmadim nima bo'lganini. Ha. Nima bo'lganini bilmadim. Nima deb savol bilmadim. berayotganingizni ham tushunmayotdingiz Jasur akaga. Jasur akamga aytdimki, men o'sha oyog'imni suvga siltab yonboshlatib qo'ygan. Miyam uxlagani yo'q meni. Men bo'ydaman. Men tura olmayapman o'rnimdan. Men o'rnimdan turmoqchiman. Oyog'im buysunmayapti. O'sha payt uxlab qolgan ekanman. Ko'zim ko'rmayapti, hamma yog'im qop-qorong'i, lekin miya o'rningdan tur, hozir tepingdan dabiyani qilib yuboradi, deyapti ichimda. O'rnimdan turmoqchiman, tanam buysunmayapti. O'sha nima qilganimcha, bunday ko'zimni ochsam suvga suv deyapti, suv normalna deyapti menga. Deyapman, nima bo'ldi hozir? Tugadimi deb savol beryapsiz. Nima bo'ldi deyapman, tugadimi deyapman. Jasur akamga boryapman. Aka, nima bo'ldi deyapman. Uxlab qoling deyaptilar. Qanday uxlab qolim, urushib turdimku men deyapman-da. Dabiyani qildimmi mana deyapman. Uxlatib qo'ydimiz ham yo'q deyapti. Bug'da uxlading deyaptilar. Tushunmayapman. Xayolimda razvalgaga kirdim, o'tiribman. Hech kim yo'q-da. Jasur akam shunga qaradim, ko'zlaridan yosh chiqib ketdi-da. Chunki biz Jasur akam bilan ittalab kechgacha mehnat qildik-da. Birga.
Men uchun keladilar, men uchun boradilar, men uchun qiladilar o'sha narsani. Men o'sha aytganlaridan ham ziyoda qilib yugurishim kerak, qilishim kerak o'sha narsani. Men ham shunday xohishimda. Jasur akam yig'lab bordilar. Men tushunmayapman. Razilkada shunday o'tiribman. Hamma turibdi. Men gapirmayapman hech kimga. Miyam aylanyapti, tushunmayapman. Bo'yga chiqdimmi, chiqmadimmi? Nima bo'ldi hozir? O'zim tushunmayapman. Chunki chiqdim, uxlab qolibman, bo'y tugadi birozda tushunmadim. Hamma keldi, bitta nima keldi? Farg'onalik Sher aka bor. Bitta keldi, eshikni ochdi, ko'rdim. Men xijolatman ular bilan ko'rishgani. Bitta keldi, uka, hali yaxshi bo'ladi. Bitta o'sha odam yelkamga qo'lini qo'yib, Amirxon deb turib chiqib ketdi. Boshqa payt masalan yutsangiz qanaqa razvedkangizda odam xorcha cho'g'gan orqasidan bostirib kirishgan. Bitta odam yo'q. Bitta o'sha odam kirib, Amirxon hali zo'r bo'ladi deb Jasur akamga, aka, ko'nglingiz yomon bo'lsa, hali yutasizlar, o'qilasizlar deb chiqib ketdi aka. Men tushunmadim. Muhiddin akam keyin olib qo'limdan nimaga doshga olib kirdi, doshda suvni quydi ustidan. Nima bo'ldi tushunmadim. Chiqib to'g'ri uyga bordim. O'shandan keyin bo'ldi. Xuddi o'sha uyda 2 oymi shuna yashadim. Xuddi o'sha uyda yashadim. O'sha uyda turgan paytim kommentariya masalan Instagramimda bir nima kelib qoladi, deb qaraysiz baribirda. Shuna qaragan paytim kommentariya. Hali negativda o'sha meni orqaga tortib yubordi keyin. Mana shunday narsalar bo'ldi. Qiyinchilik ancha o'tdi-da. Sezdim. O'zi jangdan oldin ham juda kam Instagramga kirayotgandingiz, bor fokusingiz tayyorgarlik deydi. Jangdan keyin ham yo'q bo'lib qoldingiz yana. Xuddi shu, chunki Jasur akam aytdilarki, Amirxon dedilar, Instagram, telefonga ortiqcha berilma. Fokusni faqat bo'yga qarat, chunki sen gramli bo'ydasan, kamargasan. Yutishimiz kerak dedilar. Ko'pchilik negativ bildiradi o'sha Amirxon Alxo'jayevning bo'yni uzunligi uchun tushib qolaveradi deb. Endi bo'ynim uzun, masalan, qaysi insonni qo'lidagi odamni yaratib berish, tanasini shakllantirish. Tanamni shakllantirib berishi. Kesin meni oldimga gaplashaylik o'sha bilan. Alloh meni shunday qilib yaratdimi, men xuddi shunday davom etaman. To'g'risi. Soppa sog'lomman, qo'layam bud, urushyapman, mehnat qilyapman. Menga bo'ldi shu yetadi menga. Xudoga shukr, ota-onam bor, farzandlarim bor, tirik, hamma yaxshi, yeyapmiz, ichyapmiz. Bo'ldi, bundan boshqa nima kerak menga? Endi o'zingizda ham mag'lubiyatga nisbatan, negativlarga nisbatan immunitet shakllandi. Muxlislarda ham shu narsa shakllanishi kerak. Baribir kimdir butunlay yutib yura olmaydi butun hayoti davomida. Birda yutqazadi, birda yutadi. Yo'q, shunaqa. Endi bir xilgilar aytadi, yutqizuq ko'rmagan, mag'lubiyat ko'rmagan jangchi. Mag'lubiyat ko'rmagan odam hayot yutqizishini ko'rmagan. Yutqizgan bayiz yutib yurgandan keyin bitta yutqizib qo'ysa, hayoti qanaqangi o'zgarishini biladi. Ishonavering, 10 ta yuting, bitta yutqizib bering. 11-sini yutqizib bering, 360 gradusga o'zgarib oladi. Men ko'chadagi akangiz bo'lsin, radnoyingiz bo'lsin, boshqa odamingiz bo'lsin, bo'ldi. Yana bitta orqasidan yutqizib bering, bo'ldi, o'sha o'zingiz qoldingiz. Ilojingiz yo'q o'sha. Kvartira to'laysiz, boshqa narsa to'laysiz, hayotingiz qiyin, bola-chaqangiz bor. Yashashingiz kerak. O'sha o'z-o'zidan telefonlarni ko'tarmaydi, akalangiz telefon qilsangiz, boshqa narsa qilsangiz, u qilsangiz, bu qilsangiz, siz ham muhtojligingizdan qilasiz kimgadir. O'sha paytda baddishga qilib yo davay qilsa, o'sha mag'lubiyatdan ham chiqib ketasiz, yana yutishga harakat qilasiz. Men o'ylab sizga aytishim bo'yicha hozir to'xtamay yutib ketgandan ko'ra 2 ta yutib, bitta yutqizib, 3 ta yutib, bitta yutqizgan odam hamma yoqda ko'rib pishgan bo'ladi. To'g'risiga. Qiyinchilikni ham biladi u. Yutishni ham biladi, yutqizishni ham biladi. Mana shu odam ko'chada kelib qolsangiz, siz bilan assalomu alaykum, siz va alaykum assalom deb chotga so'rashadi, o'zini biladi, hurmatini biladi. Yutsam ertaga nima bo'lib qolaman, yutqizib qo'ysam nima bo'lib qolaman. Yutqizmay ketgan odam bu narsalarni bilmaydi, ko'rmaydi. Yonida kim u, do'stmi, dushmanmi, bir xilda ketaveradi hamma. Yetalashib, kamanda bo'lib. O'sha kattaroq narsaga yetib borib turib, kallasini urib yutqizganda yonidagilar o'sha kech bo'lgandan ko'ra hozirda o'zida saralanib ketgan yaxshi. Sekin bo'lgan narsa xosiyatli bo'ladi deyishgan. Tez bo'lgan narsa xosiyatsiz bo'ladi deyishgan. Shunga. Nimalarni o'rgatdi bu mag'lubiyat? Oldin ham mag'lub bo'lgansiz, bunisi boshqacha kattaroq dars berdi. Endi oldingilari ham yomon bo'lgan, to'g'risi.
Endi mana o'zi hozir Sherdogimni ko'rsa juda ko'p kishi ko'p yutqizib qo'yibdi o'sha deydi-da. Men etni yutqizmaganman. Mani chovib yuborishgan bo'ylarim bor. Yutqizmagan joyimda yutqizdi qilib yuborishgan joylari bor. Keyin yoshligimda karyeradagi Sherdokka kirmaydigan boyda ham Sherdokka tiqib ishgan. Короче, kimgadir kerak bo'lganman men. O'sha masalada meni Sherdok qilib yuborishgan. Поражение qildirib tashlashgan, tushundingizmi? Boylarim, yoshligimdagi narsalarim ham. Meni mag'lubiyatlarimga keladigan bo'lsak, hammasi iz qoldirgan meni yuragimda. To'g'risi. Yutib turgan joyimda oyog'im sindirib yuborgan, sinib ketib qolgan. O'sha Sapinaga masalan UFC'da yuribdi. Kadim Magomedov nimada Chexiyada urushgan bunda o'zidan o'zi qulog'im yirtilib ketib qolgan. Bittasi oyog'im sinib ketyapti, orqasidan qulog'im yirtilib ketyapti. Endi bunisi ancha bo'lgandi o'zi. Endi ana braziliyalikda yengib o'tdim. Qanday yengib o'tdimki, dunyoda birinchi o'rinda turardi. Sherdogiga kirib ko'rsa, masalan, juda ko'p kishi yozdi o'shanda yutqizsam, 35 yoshdan yutqizding, kattadan yutqizding deb aytdi. U katta, u dunyoda birinchi o'rinda turadi u. Topologiyasiga shunday kirib qarasin odamlar. Kim bilan urushyapman men? 35 yosh, 40 yosh bo'lsa ham kim bilan urushyapman? Dunyoda birinchi o'rinda turadi. Nimaga u odam UFC'da urushmaydi, men bilmayman. O'shan bilan men basma-bas urishdim-ku. Даже yutib turgan joyimda 3-raundga xatoyim hisobiga charchab qoldim. U ham charchadi. Shu yiqitib olsam 1 minut o'tadi degan joyimda, meni bo'g'ib turgan joyda, hozir bo'g'almaydi. Chidayman 1 minut o'tadi-ku degan joyimda yutqizib qo'ydim. To'g'risi gapda. Shular dars bo'lib kelyapti-da. Mana bugun ham Jasur akam aytdilar-da, tangani orqa tomoni ham bor deb. Shu yutyapsanmi? Tanga bitta o'zgarib qolsa, xuddi shunaqa bo'ladi. Yutyapman, tangam bitta o'zgarib qoldi, yutqizib qo'ydim-da. Buni yengdim. Odamlar lekin kommentariyasini yozdi. O'zim uchun bilardim kim bilan urushganimni. To'g'risi. Hozirgi kimdirlar chiqib yasab olgan saperligini bilamiz. Aytamiz ham hammasini-da, kimligini ham. Chiqyapti, bang uryapti, zo'r hamma. Chapech olishgan, narsa sovg'a qilgan, yoniga kirgan, hali vнимание qilgan. Yo'q, ularga emas. Haqiqiy bayslarga qilish kerak. Qiyinchilikda yurgan, yig'lab tonirovka qilganlar bor, sharoiti yo'qlar. Mana shularga qilish kerak. Mana shularda jiddiy poddeshka qilish kerak, jiddiy tonirovkani o'ylash kerak. Ular zaldan chiqadi, pul topishni o'ylaydi. To'g'risi gapda, kvartiram keladi, boshqa narsa ham bo'ladi debdi. Men shunaqa. Bularga chapech olyapti, kimi uryapti, kimi yutyapti bilmaydi-da. Davay, aka, siz bilan fanatizmman, falonizmman deb boryapti-da. Yo'q, ular bo'lmas kerak. U kim? Men kim, bu kim deydi. Hali nimada ham? To'g'risi-da. Shuni bilish kerak prosta. Qilsin, zo'rlarni qilsin, urushgan ballarni qilsin, biz ham xursand bo'laylik. O'shalarga obuna bo'lib, podpiskasini ko'payib, hali million qilgandan ko'ra, ularni baribir hech kim olmaydi million podpiskasi bilan. Hech qayerga. Qilsin, haqiqiy bayis qilsin. Mana hozir Amerikaga taklif bo'lsa ham Instagramini ko'rsatchi deyapti. Ko'rsatsa million podpiskasi bor. Yaxshi bayis. O'zbekiston poddeshkada. Bitta ko'rib, u zo'ru bayroqlarni qara kelishini, ahvoti zo'r ekan. Qo'y deydi. Chunki nimaga u yutqizsa ham O'zbekistonda nazariga tushadi. O'zbekiston poddeshka qiladi, O'zbekiston ko'radi. UFC bor ekan degan narsani biladi. To'g'risi, ularga shu narsa kerak. Siz chiqib xudo mehnat qilsangiz, shov qilasiz, yutasiz. Arada yutqizasiz. O'shanda ham buni ahvoti zo'r deydi. Bu anaqanga deydi, mehnat qiladi. Mana shuni poddeshka qilsin. Men shuni tarafiman. Qat'iygani unaqalar yasab olgan. To'g'risi oktagonda ko'p-da. Borib kontrakt qilsangiz bo'ladi shu sohadan. Men qarochi gonorar olmayman. Prosta menga sapini berasan, chiqaman, urushaman bo'l. Yo'q, ko'rganman, shaxsan taniyman. Shunday sizga kontrakt qilib beradi. Siz parani ham o'zingiz topib kelasiz. Bo'ldi. Besda ham o'zingiz gaplashasiz, pulni ham o'zingiz berasiz. Hakamga ham aytib qo'yaman qachon to'xtatishini. Ya, o'zi biladi hakamlar ham qachon to'xtatish. U ham o'xshatadi, rolni yaxshi o'ynayapti hozir. Ular ham bildirmayapti. Lekin odamlar hozir ancha bilib qoldi yana. Sal bilib qoldi, shuning shunisiga ham. O'zi 2025-yil sizga sal og'ir keldi deyish mumkin. Yo'q, og'ir kelmadi. Rostdan. Yo'q. Yil oxirida qarang, yil oxirida 24-yil oxirida dekabr 29 edi, to'g'rimi? Yutqazdingiz. Keyin yozlarda Jasur aka zaldan nima sababdan sizlarni haydadilar? Siz bilan Qumay To'xtamurodov.
Endi himoya o'zi uchun javob beradi. Siz o'zingizga aniq qiling. Men o'zim uchun men halingda ham aytdim. Men o'sha kollejga bo'y berganda aytdim. Shunaqangi kun keladi, menga $10,000 zarar deb aytdim. U $10,000 nima uchun edi? Endi hozir erkak kishi biz, endi aytishga o'zi to'g'ri kelmaydi. So'radingiz aytayapman endi. O'shanda ham sizga aytganimda siz aytgandingiz. Kelsangiz men so'rayman shu narsani. Bitta bilaman men deysiz. Endi men o'sha joyga kelibdi aytaman. Men prosta u narsaga muhtoj edim. Kontrakt qilishga. Men hamma biladi, hozir otini aytmay qo'yaveray. Kontrakt qilib qo'yganman. Men muhtojlikdan qilib qo'yganman. U pulni men bola-chaqamga yo oilamga yedirib ich qizish uchun emas. Men katta ish boshlaganmiz, juda ham katta. Kredit olganmiz, davlatdan juda katta kredit olganmiz, qurilish qilganmiz, katta binolar qurganmiz. Prosta o'sha boshlagan ishimiz to'xtab qoldi bizda. To'xtab qoldi, kredit oyma-oy ishi taqalatib keladi. O'sha yerdagi ishlab turgan nimadan, korxonamizdan, o'sha bog'chamizdan tushib turgan pul to'g'ri o'sha kreditga ketyapti. Uydagilar na kiyinadi, na yeydi, na ichadi, boshqa narsa qiladi. O'sha bog'chada 2 mahalmi, 3 mahalga ovqat kelsa, 4 mahal keladimi? Kelgan bo'lsa, o'sha narsani yeb, o'sha narsa bilan. Chunki kun ko'rilyapti. Men bu narsaga qarab tura olmayman-da, to'g'risi gapda, erkak kishi biz. O'zimni aql uryapman, baqir uryapman. Hozir hech qayerda katta pul yo'q-da, to'g'risi gap. Hech kim sizga "Men" deb bermaydi. Men aytayapman, mana akalar ham, boshqasi ham ketib boradi, to'g'risi gap, tashab. Prosta menga 3 oy vaqt kerak edi, xolos. Men Jasur akamdan beruxsat men o'zim taklifni bildirdim, chunki menga taklif kelib turadi, juda ham ko'p bu narsadan. Men aytdim, shuni aytdimki, hech kimga taklif qilmayman. Silka qo'ymayman, kirib o'yna, boshla, o'qimayman. Prosta menda brending bo'ladi, gap yo'q. O'ynaymiz dedim. Men qilib istoriya qo'yaman, trenirovka qilganimni qo'yaman, sani reklama qilib emas, o'zimni trenirovkamni qo'yaman. Prosta ustimda o'sha narsa bo'ladi. Kattaroq summa berish kerak edi. 3 oy ishlashim kerak edi. Men mana shu yerdagi hamma narsani bankka berishim kerak edi. U pulni keyin o'zimni mashinam jichchagina anaqasi bor edi, qarzi bor edi. O'sha mashinamga o'tkazishim kerak edi. Bo'ldi. Lekin Saturn qanadir qimorda reklama qilib qo'ygan ekan. O'sha paytda Saturn Muhiddin akamga nimadir deb orqasidan gapirib qo'ydimi, yomonlik qilib qo'ydi. Endi Muhiddin akam Saturnni olib kelgan, Saturnni yetalab yo'l yo'riq ko'rsatgan, bizni kurugimizda vitamizatsiyasiga qarashgan, o'sha bo'yiga birinchi dovdirab chiqib turganda o'rgatgan, tayyorlagan odam Muhiddin aka bo'ladi. Keyin Muhiddin aka shuni ash qilgandan keyin Muhiddin akam nima desam bo'ladi, juda ta'sirchan odam, yoshi katta-yu. Ta'sirchan, kutilmagan odamdan kutsiz shunaqa narsani o'zingizga kelmay qolasiz-ku. Muhiddin akam telefon, men Qo'qondaman, aka, ha, Amirxon menga shunaqa qildi. Ha, aka, o'zingiz nima qilavering? U bu buni qildi, og'zimdan kiysa mazasini qochiraman, hozir at ekan, uzoqda ekan deyaptilar-da. Xudo yaxshi ham uzoq deydi, chirchiq deydi, nima degan? Qarshida ekan. Keyin aka o'zingiz bosing, bu qildi. Endi keyin eshitishim bo'yicha, endi rostmi yolg'onmi bilmayman men. Men eshitganimni aytaman. Muhiddin akamning nomini sotib, ko'chada ko'p ish qilib yurgan ekan. O'shaning uchun Muhiddin akam aytdiki, hozir dedi, buni dedi, men dedi, oldimdan yo'qotib yuborganimni hech kim bilmaydi. Bu borib yana meni nomimni sotib bironta ish qilib yuraveradi ko'chada dedi. O'shaning uchun xalq bilish kerak bu narsani dedi. O'sha yerda o'tirib gaplashib, 2-3 kishi promou efirda aytadigan bo'ldi. O'sha payt aytganimizda Muhiddin akam o'sha orqasidan gapirganini aytish kerak edi. Lekin Muhiddin akam "Sen qimorda reklama qilding" deb Saturn jo'rab ketib qoldi. Saturn endi hali xalqqa yig'layapti, hali o'zi deb noldan chiqqanman, hali qilganman deb yig'layapti endi. Keyin biz yerda qarab turibmiz endi. Tursa endi odamlar aytayapti-da, "Sen deyapti, bu noldan chiqqan bechorani deyapti, sanlar deyapti, qimorda reklama qilganga deyapti, haydab yuboryapsan-ku, buni ikkitasini nima qilyapti" deyapti ular. Kim aytayapman? Muhiddin aka deyapman. Temadan chiqib ketdingiz. O'zingizni temangizga olib boring, boshqa joyga aralashib ketdingiz-ham. "Ya, sabim buzilib qoldi, nima deysang" dedilar. Yana akamiz mayli qildik. Ertangi kuni bitta uxlab tursak, hamma yo'qda rasmimiz tarqab ketgan, negativ kuchayib ketgan. Jasur akamga aytgan, endi shogirdingga qaramaysanmi?
u bu degan nozik odamlar aytgan. Endi Jasur akam ham bizga yaxshilik qilib, trener bo'lib, nima rahmat sekundiga orqamizdan gapirishsa endi to'g'ri kelmaydi, to'g'risi. Biz ham gapirtirib qo'ymaymiz hech qachon. Keyin o'zi Jasur akamga aytgan, Jasur akam menga chiqmanlar, menga aytmanlar. Gruppamiz bor, hammamiz. Shuning голосовой yozdilar. Amirxon bilan nimaga? Короче, nimadir dedilar-da, esimdan chiqarib qo'ydim. Nimaga olib qo'ydim dedilar. Zalga qo'yilmaydi dedilar. Ularning ishi bor, yo'qotadi, keyin keladi o'sha narsani dedilar. O'sha men tushunib yetdim. Men qo'rqondaman. Tailandga ketishim kerak. Xuddi o'sha paytda bir oy o'tdi o'sha, pulimni bitta oyimnikini oldim. Tailandga ketishim kerak, vaqt o'tyapti. Yo'q, bitta oyim olganman, ikkinchi oyimni olishim kerak o'sha. Ikkinchi oyim o'sha kuni kelib bo'ldi. 4 kun sabr qilsam menga pul keladi. Men o'sha turmayapman. Chunki menga savol beryapti odamlar, nima bo'ldi, palon bo'ldimi, piston bo'ldimi deyapti. Chiqib ketdingmi, qayda bordingmi? Yo'q, hammasi jotga, hal bo'ladi, shoshilmanglar. Jasur akam toqqa chiqib ketishganda orqalaridan bordim. Mashinamni tashlab borgandim Qo'qonga uyga. Men Tailandga ketishim kerak edi. O'shga Tailandga ketsam, 2-oyda olyapman o'sha oyligimni, 3-oyim o'tkazib turib Tailanddan kelaman. O'zbekistondagi hamma muammoyim yechim hal bo'ladi. Salliq bo'laman. Nastroy bo'lganda o'shancha O'zbekistondan chiqib ketaman, Tailand turnirga qolaman, qaytib kelaman, pulimni olaman cheki-cheki. Aka rahmat, sog' bo'linglar, xayr. O'sha uzaman kontrakt deganman. Keyin Jasur akam qo'ymadilar, Jasur akam tushuntirdim, sharoitimni aytdim. Endi insonni tushunadi-da. Jasur akam ustozim, to'g'risi, men tushuntirdim. Ilojim yo'qligini aytdim. Jasur akam aytdilar, yaxshi emas, hammani jo'radilar. Har kuni Jasur akam men bilan gaplashmay ham qo'yadilar. Prosta men shu narsaga muhtoj edim-da. Prosta o'sha havodagi kontrakt nimadagi kreditni o'ldirishim kerak, bitta mashinamni o'ldirishim kerak edi. Bo'lmasa, menga 1 yildan keyin og'ir kelishini bilardim. Keyin xuddi shu narsa bo'ldi. Jasur akam oldiga bordim, uzrimni so'radim-da, 4 kundan keyin yana pul olaman. Jasur akam aytdilar, bo'ldi. Hozir istoriya qo'yasan, ishlamayman deb, o'g'il balaman, mujiyman deb qo'yasan, ishlamaysan. Hozirdan aka 4 kundan keyin pulim keladi. Pulimni olay, yo'q dedilar. O pul senga kerak emas. Bo'ldi aka dedim. Shuni istoriya qo'ydim. Men bu adashdim, ustozim aytishdi, shunaqa obunachilarim ham juda ko'pi xohlamadi-ku. O'sha yerda keyin nuqta qo'ydim, unga chiqdim aloqaga, vaqt kelsa ishlaymiz. Chunki nimaga ular O'rta Osiyoni o'ziniki qilib olganda, siz o'zingizdan o'zingiz taqat kontrakt tuzib turib, pulini olib turib, faqat qochib yorsiz, men bayasman. Endi bloger bo'lsam, eplasa bo'ladi. Ular ichka Melis orqali, boshqa orqali kelishi mumkin endi, chunki bizda oz aka bo'lgan, men endi bayasman, men O'rta Osiyoda urushaman. Oktagon ligada urushmasin desa, meni urushtirmaydi. Oktagon ligaga urushsin desa, bor, bo'yini o'tkazaver, pul bermayman deydi. Oktagon liga ular kerak. Ha bo'ldi deydi, men o'zim sama-saboy O'rta Osiyodan chiqib ketaman o'yindan. Tushundingizmi? Ular bilan shunaqangi gaplashish kerak, chotga chiqib ketish kerak etdan. Aytdimki, bitta o'yinni oldim dedim. O'sha 2-oyda olishim kerak, 4 kun vaqt qoldi. Videoyini qilib qo'yganman, hamma narsani qilib qo'yganman, ha. Vaqt kelsa ishlaymiz, o'sha pul sallarga qolsin, men olmayman o pulni dedim. Bo'ldi dedim. Vaqt kelsa yana qaytaman dedim, agar dedim. To'g'ri tushuninglar meni deb, to'g'ri tushuntirib eshikni qattiq yopmadim-da, sekin betiga yopib ketdim. Tushuntirib. Keyin mana o'sha aytganimdek 1 yil o'tdi mana. Eshik taqillatib kelish boshladi. Meni o'zimga ham keldi. Minib turgan mashinamni sotdim, hammasini hisob kitobimni qildim. Alloh menga shunchalik katta mashinani berdi, vaqti keldi, mehnat qildim, katta mashinani mindim. Vaqti keldi, endi sotdim. Xudo xolasa endi bundan ham kattasini inshaalloh olaman. Hozir mashinamni sotdim, mashinasizman, piyoda yuribman hozircha. Sizga uy sovg'a qilishgandi? Bitganmi? Menga Gloriyadan uy sovg'a qilishgan. Xudo xolasa 2026-yil o'rtasiga bitadi deyishgan. Xudo xolasa erta bahorga yo yozga o'sha uyga kiramiz. O'shanga kirsam ham xudo xolasa ancha shoboda deyapti. Hozir $500 masalan kvartira to'layman har oy. O'sha narsa o'sha uyimga, ro'zg'orga tushadi xudo xolasa. O'zi mana bitta sportchi, MMAchi deylik.
sizga o'xshab mashg'ulot qilishi, siz erishgan natijalarga erishishi uchun Toshkentda bir oyiga, bir o'ziga qancha xarajat qilish kerak? $1000 ketsa kerak. Agar yaxshi yemay, yaxshi ichmasa va trenirovka qila olmaydi, disiplina qila olmasa, to'g'risi gap. Menimcha bir o'rta hisobda $1000 ketadi. Hozir men oilalik nimaman? Ishxonamdan pul tushadi, Inbazardan pul tushadi, kontraktlardan pul beradi. 2000 dan ziyod rasxod qilaman-da bir oyda. Mashinam bor edi. 2000 dan oshiq rasxod qilardim bir oyda. Odamlar chet elda yuribdi-da $500 ga ishlab, lekin sport yaxshi pul topadi. Sportda men bitta narsaga achinib ketdim-da kecha kuni. Sportchiman, hamma taniydi, hamma o'ylaydi, puli ko'p bo'lardi, hali yuribdi anaqada. Biz ham o'sha noldan chiqqanmiz. Tog'a amakimiz yo bir ministr yo boshqa joyda gap o'tgan joyda bo'lmagan. O'zimiz mehnat qilib erishganmiz hamma narsaga-da. Shu ota-onamiz faqat to'g'ri yo'lda duo qilib, gazini bos deb podдержкада biz. Uyda ro'zg'orga yo nimaga yordam berma, biz o'zimiz qilamiz, gazini bos deyishgan. Gazini bosganmiz. Yutganmiz, Toshkentga kelsa chovib yuborishardi. Uni palonchini ishxonasidan, palonchini o'g'illari. Endi oldin shunday bo'lgan. Keyin o'shanga trenirovkani shunday qilardikki, chiqqandan akaunt qilishga. Chiqqanda shunday qattiq urishga edi, o'lishni. O'shaning uchun bo'yda urushsam xarakterim ko'tarilib ketadi. Nima bosimda vashshe bo'lib ketaman. Chunki nimaga oldin juda ko'p chovib yuborishgan. Nohaqchilik juda ko'p bo'lgan. O'shaning uchun chiqib yeb yuborishim kerak bo'lardi sapernikda. O'shaning shunday qolib ketganman. Keyin hozir aytganim, achinib ketdim degan narsamga, mendagi pul, keladigan pul hamma narsaning joyi bor. Kvartiram bor, yeb ichish bor, ro'zg'or bor, bola chaqam, kvartira, keyin pampers mana shunaqa bo'lib pulim ketib qoladi. Uydagilar umraga srochniga chiqadigan bo'lib qolishdi. Aytishdiki, Amirxon, gapda pul oldik, qarochi umraga bormoqchiman. Dadin, men sening boramiz. Men ham bormoqchi edim, to'g'risi. Ha, bo'ldi dedim. Bironta o'rtagingdan topib ber, undan chiqdik, keyin bittasiga aytib qo'ydik. Srochniy bilet bo'lsa, borishadi. Gruppa to'lmay qoladi-ku kimdadir. Keyin 12 da telefon bo'lib qolgan uydagilarga. To'lmay qoldi, ertaga obedda tush kerak 11 da. Kechasi va telefonli. Uydagilar rostmi ekan, yolg'on emasmi ekan, uni bilchiydilar, bildim, o'qildim. Ular kirib keldi, ertalabga yaqin o'sha dadamga anaqa oq nima olish kerak ekan, hatto yurgani, sochiqqa o'xshagan katta, oti esidan chiqib qoldi. Keyin mashina narsalar qilish kerak ekan, keyin bular puli 0. Biletga berdi, boshqa narsaga berdi. Yonida puli yo'q-da, tushundingizmi? Hali joyda aytayapman. Niye deyapman, shuncha sportda qilib deyapman. Bunday cho'ntagimdan qo'l chiqarib, tasasasa $1000 sanab, mana buni o'sha yerda ishlatasizlar. Nima yegiling kelsa, ogiling kelsa deb bera olmadim. O'zimga o'zim devordim, shunaqa soha ham bo'ladi. Undan biron joyda ishla, uyda pul bo'lsin. Shunaqangi achinib ketdimki, yoniga pul bermaganligimga-da. Pulim yo'q chunki. Prosta pulim yo'q. Keyin nima qildi? Uydagilar menga bildirmadi, chunki oxirgi bo'yi porajenniya bo'lgan, o'zi biladi qara holatdaligimni uydagilar. Amirxon deyishdi, tilla opirish tanishing bormi dedilar. Ha dedim. Tilloyim bor deb. Mana shu umraga ketishlaridan oldin qo'llariga pul bo'lishligi uchun onaxon shu tillolarni shunday qo'limga berdilar-da. Mana shu tilloyimni sotib, pulini qilib bersang, biz erta biron nima ko'rsak olamiz, yeymiz, ichamiz deydi. Shetdan Chorsiga borib sotguncha yig'lab ketdim-da, ishonsiz. Keyin sotib pulini olib kelib berdim. Yana borib kelishdi, lekin juda afsuslanib ketdim-da. Boshqa sohada bo'lsam yo boshqa, endi bilmayman, endi boshqa sohani to'g'risi aqlim yetmaydi, endi men sportdanman. Balki uyimda pul turar boshqa sohada bo'lganimda. Hozir yaxshi pul topaman, lekin hamma joyini joyi bor. Prosta hozir qisqartirsam, bu sharoitdan boshqa sharoitga o'tishim kerak. O'shaning uchun achinib ketdim-da, juda ham bor. Shu qo'liga bunday qilib pul berib, duo qilinglar meni, davay deb. Lekin odamlar hozir o'ylayapti, bu ijtimoiy tarmoqda zo'r
sharoiti yaxshi. Erkak kishiman, hech kimga bildirmayman bu narsani. Har doim ichimga yutganman. Prosta hozir gapda kelib qoldi, joyi o'sha yerda aytib yubordim mana shu narsani. Kelayotgan Mango turniridagi raqibingiz haqida gaplashaylik ozgina. Bu sopernigim 7-fevral kuni Xumoriyada urushgan sopernigim, Dagestanlik. Kurashda stoykada yaxshi urushadi, lekin kurashga kirib ketmaydi-yu, stoykada urushadi. Kurashi bor lekin. Endi o'shunga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Xudo xolasa juda ham qattiq bo'lib. Endi og'zim kuyganligi uchun sovuq suvda ham puflab sekin ichib, shoshilmay Xudo xolasa shu O'zbekistonga juda ham yoqadigan darajada Xudo xolasa Alloh yo'altirib qo'ymasa, bo'y ko'rsatamiz. Tayyorgarlik qanaqa bo'lyapti? O'zingiz ko'proq kurashga e'tibor berayotganingizni ko'ryapmiz. Hammamiz ko'rib muhokama qilyapmiz. Hozir endi stoykada yutqizib qo'ymasa bo'ldi deb o'ylayapmiz. Bares bo'lib ketdim hozir. Yana qanaqa oldin ham kurashardik. Bizni zalimizda to'g'risi bitta Jasur akam ishlamaydilar-da. Endi kameradan tashqarida odam juda ko'p-da. Endi kameraga ko'ringan odam kam. Jasur akam endi asosiy trenerlar. Jasur akam bor, Murod aka bor, Muhammad aka bor, Abdurov aka bor. Nima ham bor, Mo'ytay trenerimiz ham bor, Ramz aka bor, Shahzod aka bor. 7-8 trener bor. Masalan, bitta menga uchun kickboksyor ishlaydi men bilan, boksyor ishlaydi, bares ishlaydi, greplinchi ishlaydi, Jasur akam ishlaydilar, boksyorlar ishlaydi. Biz zalla minniga trenirovka bo'lmagan hech qachon. Videolar ham chiqqan. Rubka sola-sol bo'lsa sola-sol. Biz sola-solni yaxshi ko'ramiz, qandaydir-da. Bizga trener zadaniya beradi-da, atrofga nimadir bersa bor, biz zerikib qolamiz. Atrofgadan nimadan, biz shunday narsani xohlaymiz, ter takkillab turishni xohlaymiz. Biz sola-sol qilsak, rubka qilsak yoki kurashda ham suhbatga qilsak shuni tiylaymiz-da, shuni yaxshi ko'ramiz. Zadaniya desa, buni bunday qayirasan, tayidan bunday chiqasan deb o'rgatsa, qandaydir sovib qolamiz-ku, o'sha paytda biz qilgimiz kelmaydi. Lekin buni sola-sol anaqa desa, qattiq. Shuning uchun biz kurash, stoyka, boks, crossfit, kardio hamma trenirovkani qilamiz. Faqat bizda kurash kuni syomka qiladigan odam bo'lmasdi. Endi hozir syomka qiladigan odamimiz bor. O'shaning uchun suhbatga qilganlarimiz, kurashga e'tibor berib turganimiz, sizlarga ko'rsatish uchun ishlasam, shunda ham odam yozib qo'yibdi-da kommentariyasiga. Endi kurashga ishlar, endi stoykada yutqizib qo'ymasa debda, hali zo'r qilibsan, biz seni bunday kurashadi deb o'ylamadik, yaxshi qilibsan, kurashda yaxshi ishlayapsan. Yana ham ishla. Stoykan yaxshi, kurashda ham yaxshi qilsang, universal bo'lasan, kuchli jangchi bo'lasan, mana shunaqa gap yo'q-da. Unaqa qilsangiz, bunaqa qilding, unaqa qilsangiz, bunaqa qilding deydi. Tavba qildim-da. O'zingizni bir o'shancha odamlar tashlab yuboryapti-da, 12-etajdan oynadan olib chiqib. To'g'risida. Maydagi jangingizda o'sha braziliyalikni yutib uy sovg'a qilishganda sizga ancha emotsiyalaringiz ko'rsatganingiz oktagonda yig'lab. Unda juda qiyin bo'lgan. Chunki tayyorgarligim, hamma yo'sim zo'r. Tarozdan o'tdim, ves qildim, kechib fesga bordim, kechib zalga bordik, Jasur akam tayyorlayaptilar. Shunaqangi forma zo'r, Jasur akam charchatib yubordim. Bo'lmasa Jasur akam kallarimizga sovoradilar lapa bilan-da. Men Jasur akam charchatib yubordim lapada. To'xtamayapman chunki formam zo'r. Keyin bo'ldilar, forma zo'r. Ertaga o'rnilikdan turib, badan tarbiya qilib, yeding, ichding, yana qimillab qo'ygan, tellab qo'y. Keyin aqa borganimizda bo'yda qilamiz qolganini, bo'yga chiqishdan oldin. Hop. Hammasini tushundik. Yedim, ichdim, tarozga chiqdim. 12 kilometr vassalomini qilganman bir sutkada. Vesim qaytgan tepaga yana ko'tarilib ketgan. Zo'r vassalomini qildim dedim. Hamma yoq zo'r. Yotdim, ukamlarga aytdim, kechasi 12 mi, 11 larda ovqatlarni yeb bo'ldim, qonim to'q. Endi vesagonga paytda shirinlikni juda ham sog'inib ketganman-da, to'g'risi. Shirinlik yemagan ancha bo'lib ketgandi. Shirinligim kelib qoldi. Ukamlarda bor dedim, shirinlik olib kelgansan, akasiz xohlagandan yo'q ekan dedi. Keyin eshigi tagida mashinam turibdi endi. Kelinglar mashina oldiga dedim, nimaga boramiz? Katta joyga boramiz, shirinlik degan dedim.
Hali joyda nafsi batga o'xshab ketdim endi hali joyda borib shirinlikni yedim. Bilmayman endi. Yo achib qolgandir, yo boshqa narsa bo'lgandir, endi ichimga yoqmagandir, yo yangilikdir. Anchadan emas yemaganman-da endi shirinlikni. Yotdim. Soat 2dami, 3da ko'zim ochilib ketdi kechasi. Ko'zimni ochsam, qo'nim og'riyapti-da, ichim o'tib ketyapti. Soat o'sha 2dami, 3da turganman. O'sha oq eshikka kirib ketganman. O'sha yerdan soat ertalab 10 bo'ldi ham o'shda yuribman-da. Kiraman, chiqaman. Yig'lab boryapman. Badanim qaltirab ketyapti, quvvatim yo'q. Keyin soat 12da Jasur akamga aytaydi dedim. Bo'yim atkaz qilsinlar, men urusholmayman dedim. Berligim chunki 4 talik, 5 talik seriyada kelyapti. Knockout seriyada kelyapti. Sapenigan bir Octagon Liga bunaqangi boy qilib bering degan boy emas. Uxlatadi agar men chiqsam, soladi meni aylantirib. Voy dedim. Sapenigan ham qattiq deyapman-da, nero sapenigan emas-da. Keyin yutqizsam boshqa ilojim yo'q, yutqizishdan qo'rqaman men. Men yutqizsam bilaman odamlar nima qilib oladi вообще. Samigilamni travma bo'lib qoldi degan narsa vigidnada, короче, odamlarga osonroq tushuntirib olasiz. Jasur akamga qildim, aka men urusholmayman dedim. Men o'lyapman dedim. Nima o'lyapti? Ichim o'tib ketyapti aka dedim, yig'layapman gapiryapman. Jasur akam o'zi asosiy bo'yda men edimda, chunki qolgan chiqib ketgandi ballarimiz, ves qila olmagan. Keyin Muhiddin akam qo'li nima bo'lib qolgan, hali jog'i og'rib qolgan, Sayat bilan urushish kerak bo'lgan, atkazib ketgan Muhiddin akam. Asosiy bo'y meniki bo'lib ketgan. Saglamda asosiydan keyingi bo'yda chiqish. Doston chiqqandan keyin. Keyin hali joyda nima qilaman aka deb yig'layapman-da Jasur akam. Hozir to'xtab tur, unga chiqqanlar, bunga chiqqanlar bo'yda olmagan, sapenigamni ko'rib tur, balla qabul qilmagan. Yo'q, men urushmayman degan. 2-3tasi aytib o'rgan. Keyin Jasur akam yana qaytib chiqdilar-da, Amirxon nima olyapsan? Men olyapman. Men to'xtamay telefonni ham kirib chiqaraman. Ayog'imda quvvatim, tanam qaltirayapti. Nabora vassalamay qilishdi, undan keyin vesashayapman men. Boyga chiqadigan odam. Keyin Jasur akam nima qilishga kerakligini aytishdi. Endi doktordan ichib qo'tiradigan Hindistonniki desa chiyapman, Rossiyaniki desa chiyapman, Ukrainaniki desa chiyapman, Xitoyniki desa chiyapman, O'zbekistonniki desa chiyapman. Ikkita hammasidan ichib ko'rganman. Umuman to'xtamagan. Hech narsa bo'lmagan. Lekin juda ko'p ikkitadan hamma butun dunyoni nimasini ichib ko'rganman, ichib qotiradigan dorisini. Ikkitadan. Hindistonniki bilan Amerikaniki bilan Ukrainaniki bilan qaytga bo'lsa ichib ko'rganman. Ichim to'lib ketgan. Puyruqlari bor ekan, orqaga ochiladigan, quyadigan og'izga. Keyin hamma narsa bo'lgan, doktorga aytganmiz, doktor orsa aytsin faqat degan. Ichini yuvsin bu degan. Zaharlanib qolgan, ichi anaqa bo'lib qolgan degan. Orsa ichganman, keyin kapinisi yozgan. O'sha kapinisi bittamday bo'lsa, mana shunchasi ichimga kirib olganicha ichim ketib turgan. O'sha chidab turganman, o'shancha ketgandan keyin to'xtab qolgan ichim. Soat 2mi, o'sha 3 bo'ldi soat. Ikkita kabinesdan oldim, o'qildi, bo'qildi. Uyda ballarim ovqatni olib kelib olgan, kabinesi olyapti. O'zi ichim ketyapti, to'xtab qolgan prosta kabinesda. Tiqyapti, ovqat yeyish kerak, quvvat bo'ladi. Ichim ketib qoladi, qolma menga deyapman. Keyin hali joyda endi yig'layotibman-da kabinesi olib. O'tgan safar uy berish kerak edi. Yutib turgan joyimni yutqizib qo'ydim. Xudo, men deyapman, masalan, televizorda ko'ramiz, telefonlarda ko'ramiz. Aeroportdan kelsa oq gilam, qizil gilamlar ustida, gullar bilan, to'nlarda hamma chapech olgan, ota-onasi borgan, xursand. Ba'zan uylarda sovg'a qilsa, hali ko'rib havas qilasizda. Keyin hali joyda menga Jasur akam telefon qilib, "Senga uy beraman" deyaptilar. Uy berar ekan, yutishing kerak endi, palon bo'lish kerak deb. Keyin yotib, nima endi men faqat kvartirada o'lib o'tib ketaman, Xudo, menga shunaqa qiyin sinov bergan qara. Shuni urib olgandan keyin yotaverardim, kapinsa nima qilib, tualetda yotaverardim, chiqmayman dedim. Hali joyda gapirib tashlayapman, endi yotib olib, yig'lab. Keyin soat 3 bo'ldi, o'sha kapinsa ham tugadi, ichim to'xtab qoldi. Keyin nima bo'ldi dedilar? Shunaqa bo'ldi, to'xtadi dedim. Davay deyishdi, bunga deyishdi, uxlatadigan ikkovli uruylarda, xulasa men o'zim yo'qotaman buni dedilar. Chunki sulton aytgan, Amirxonni bo'yi atkaz bo'lsa, $8,000 mi, $10,000 pul so'ragan.
Chunki braziliyalik uchib kelgan samolyoti bor, uni gonorari bor, 50% siz vez qilganingizdan keyin soperningiz отказ qilib yuborsa 50% olasiz gonorarni baribir. Gonorari bor, gostinitsa puli bor, hammasi bo'lib, короче 8 mingmi, 10 ming dollar pul so'ragan. Prosta ichim to'xtagan, o'sha pulni bermaslik uchun boyga chiqyapman men. Pulimiz yo'qda chunki bergani. Uyda yotdim, dumbamga xulatingga kor qilishdi. Soat 4larda videoda uxladim, Jasur akam 8da yo'qotdi telefonni. Bo'ldi, tursin endi, kesin arenaga dedilar. Kechasi bilan uxlamaganman bir sutka. O'sha ertalab 2-3 soat uxladim, turdim o'sha obeddan keyin. Tursam rakyonida shunaqangi ko'p muz turibdi. 3 marta tushadi 1 minutdan deganlar Jasur akam, zadaniya berganlar. Hali joyda muzga bitta tushdim. 20 sekund o'rnidan turib ketdim. Keyin davay tushun deyaptilarim. Deyapman, tushmayman. O'zi tishimni da qilib turib o'zi quvvatim yo'q. Tanam qotib qolgan 20 sekund. Davay tushun deyapti. U deyapti, bu deyapti, qarаш tushdim ikkinchisiga ham. Yotibman, 1 minutga yaqin yotdim ikkinchisini, turdim yana. Qaltirab bizga berib yuborgan, mana shunaqa bo'lib qolganman. Bo'ldi tushmaymasam, tasavvur qiling, bo'yda 3-raund urushyapsiz deyapti-yu. Uyimdagi ballarim sportsen bo'lib ketgan edi, men urushaverganimga. 3-raund tasavvur qiling, bo'yga chiqyapsiz, tushishingiz kerak, yutishingiz kerak, falon bo'lish kerak deyapti. Men aytayapman, ha, haqiqatan 3-raund ham shuna qiyin kechadi. Shunga chiday hech yo'q deb yana tushyapman namizga. Keyin turdim. Sho'rva olgan qo'lida sochiqlar tashab olgan, palni xalat tashab olganman, qaltirayapman. Shu ko'p sho'rva kiryapti. Ustimga sportivkalar kelib ketdim arenaga ovqat deb. Mashinada bordim, Jasur akam shunday ko'rdi rangimni. "Yo" dedi, "Davay" dedi, "Hech kim ko'rmasin buni." Boshqonga tiqib qo'yishdi meni. Qo'limga tent o'rashdi Ramz aka. Shunday boyga chiqdim. Qo'limdan hech narsa kelmaydi, quvvatim yo'q, 100%, qaltirab yotibman. Shuni duo qildimki, Alloh, qo'limdan hech narsa kelmaydi dedim. Bilaman, hozir yutqizaman. Faqat sharmanda bo'lib qolmaydi dedim. Hali dastoyni yutqizay dedim. Yutqizsam dedim, odamlar ha, zo'r urishdi lekin degan nima qolib ketsin odamlar ichida dedim. Sharmanda qilib qo'yma dedim. Yutqizsam dedim, bilaman dedim, yutqizaman, chunki qo'limdan hech narsa kelmaydi. Men ojizman dedimda, shuni duoni qilib kirib ketdim. Yurgan paytimda moment ko'rinyapti, xolos. Otsam oyog'im, Konorda oyog'im bunday bo'lib sinib ketgan-ki, shunaqa bo'lib qolyapti. Mish otaman desam, Chernoyda. Oyog'im sinib ketib bo'ladi. Miyam o'shana beryapti. Konor esimga tushib ketdi oyog'i singan. O'sha yerda turib bo'yda. Yurib otyapman, bitta otsam tiydi. Burchikka qisib turgan paytim Jasur akam aytayapti. Oldi qo'l ko'rsatib, arqa oyoq deyapti. Endi u arqa oyoqda yo'naltirish o'zingizdan xolasiz. Lov tepishingiz mumkin, xolasiz. Xonnaga olasiz, kallasiga. Men endi kallaga tepish, men yaxshi ko'raman men kallaga tepishni. Shuni chap ko'rsatgan momentim arqa oyoqda ko'rmaganman, qanotishib ketganini. O'zi avtomatik, balki farishtalar tepgandir meni o'rnimga, balki oyog'im ushobda, mana sanga deb. Shuni chap ko'rsatgan paytim o'ng oyog'imni ko'rmay qoldim o'zim ham. Bitta deydi, shuni orzum yerda turibdi-yu. Yo xudo deb shuni aytgan o'sha. Xuddi shu ovoz chiqarganman, yo xudo deganman. Dang, stop deyapti. Hali xursandman. O'zim ko'z oldimga 4 soat oldin yotganim ko'rinib ketyapti-da, qanaqa ahvolda yotdim, yig'ilib, masalan, xudoyim, kvartiraga vechniy men kvartira to'lab o'tib ketamanmi? Menga shuncha odam uy sovg'a qilaman desa, ololmaymanmi shu narsani deb yig'layotganim o'shda ko'z oldimga kelib ketdi-da. Men endi yutib qo'ydim-ku. Xudoyim, meni nima qilib qo'yding endi? O'sha yerda yig'laganman-da. Bu vashshe dahshat bo'lgan bu. Endi o'zim bo'lganman. Aytadi-ku, bitta yomon narsani orqasida yaxshilik turadi deb. Alloh menga mana ichimni o'tkazib qo'yib, meni kasal qilib qo'ydi. Shu kasallikda bo'ldi, Jasur akam urushmadim desam, Jasur akam "Xo'p" deb turib, "Bo'ldi, urushmas ekan" desa, bo'yda отказ qilganda men uy olmasdim. Biz shunga Jasur akam bilan birga gaplashdik, chidadik. Shundan o'tdik, bitta uyli bo'ldim. Qarang. Shundan keyin aytdim-da, ha, bekorga odamzodga hali har xil sinov bermas ekan. Mana shu sinovning orqasida yaxshi narsa turar ekan. O'zimda bo'lganligi uchun men hayratda qolib ketdim. Kimdir aytib bersa, hali bu gapda masalan, kimdir sizga aytadi, yaxshilik bor orqasida, mayli qilaver deydi. Lekin ko'p kishi ko'rmagan yaxshiligini. Men mana shu narsani ko'rdim. Shunga aytayapman. Uyingizdagilar qanaqa qabul qilishdi, kutib olishdi mana shu uy olganingizda? Voy, uy olganim to'y. Ha, dahshat bo'lgan bu. Dushmanlarimiz ham ko'payib ketgan lekin.
dushmanlar ko'payib ketgan, ko'rolmagan, boshqa gaplar gapirgan, juda ko'payib ketgan. Qarindoshlarim juda ko'payib ketgan, dushman. Ko'rolmagan. Odamlar saralanib ketgan. O'zi bizni eskidan oilamizda kattalar o'tib ketgandan keyin, bu mopoqimlar o'tib ketgandan keyin, uni katta qarindosh urug'chilik qilmaymiz-da. Qarindosh urug', chunki sinov berilgan, ota-onam, dadamlarga katta sinov berilgan, dadamlar yengib havasini o'tab o'sha aytdim-ku, o'rta oila bo'lganmiz. O'sha sharoitda dadam olib chiqib kelgan. Olib chiqib kelib, mana shuncha darajaga yetib keldik-da. To'g'risi, hozir uyimiz bor, bog'chalarimiz bor, mani zalim ham bor, katta zalim bor. Prosta hozir ocholmay turganim, hamma yoqni qilib qo'yganman. Jinni mana shu jihozlarimga, matlarimga, mushoklarimga, plakatlar, svetlar, elektrik ishlari bo'lgan, kafellari bo'lgan, bo'yalgan devorlari bitta ashuni berib turib, svetlar yurg'izib turib, anaqangi yonadigan qo'yib turib, bitta matlar qo'yib, zo'r mushoklar qo'ysam, zal tayyor. Zalim ham shunday turibdi. Shu darajaga yetib keldik, odamlar bunday ko'radi-da, bularda pul ko'p deydi. Chunki dadam endi ishlashgan, yaxshi joyda ishlashgan. Prosta dadam olib keta olmaganlar, endi sinov bo'lgan. Dadam topganlarini o'sha uy qurganlar, bino qurganlar, mana shu aytganimdek, bog'chalar qurganmiz, boshqa narsalar qurganmiz. Odamlar bunday o'ylaydi-da, bularda pul ko'p deydi. Bizda pul ko'p deb qo'yamiz-da. Lekin bilmaydi. Biz ham o'shalar qatori harakatdamiz, uxlaganimiz yo'q. Ertalab turyapmiz, o'sha bog'chaning eshigini ochishimiz kerak. Opoy keldimi, kontrol kameraga qara, falon bo'ldimi, ana yerda kim ishlayapti, nima qilyapti, hamma harakatda. Uxladim, yotdim, unday ish bitmaydi to'g'risida. Mana shunchalik harakat bilan shekilga yetib keldik. Endi men xudo xolasa mana to'xtaganimiz yo'q. Shu harakatdamiz. Xudo xolasa, endi maqsadim shu Amerikaga borsam, urushib qaytib kelganimdan keyin shu oilamga-da nima bo'lsa, to'g'risi, men karyerani qancha katta qilib, yaxshi rezultat qilsam, ota-onam, farzandlarim qiynalmaydi mendan keyin. To'g'risi, biz dadamiz ham mana uylar qurdi, sharoitlar qilishdi bizga. Biz o'sha dadam qilgan sharoitdan 2-3 barobar ko'proq qilib ketishimiz kerak. Biz farzandimiz menga o'xshab yoki men ham yaxshi hayot ko'rdim, yomon emas, Xudoga shukr. Bundan ham zo'rini minsin, maza qilsin, faqat qadriga yetsin deyman. Shunaqa hayotda xohishim. Bu jangda qaysi oldingi qilgan xatolaringizni qilmaslikka harakat qilasiz? Tayyorgarlikda bo'lsin, mediada bo'lsin, oktagon ichida bo'lsin. Endi mediaga, festa-festlarga kelsa ham juda ko'p kishi aytadi, "Zivojga chaynayapsan, palonpiston" deydi. Buni juda ko'p aytganman. Endi festa-fest payti bu ham balki 30 ga 30 jangdir-da endi. Baribir ziglatda urushadigan odamingiz sizga tirjayib turmaydi-da, baribir. Yaxshimisiz deb-da. U ham xumuroyadi, bunday olib 900 olmoqchi bo'ladi. Xarakter, balki kimdir spokойно turadi. Uni xarakteri, hammaning xarakteri har xil, 5 qo'l baravar emas deydi o'shaning uchun. Prosta o'sha paytda men zivojga chaynayman. Nimaga? Men o'sha o'zimni so'rovdimi, qo'rquvimmi, mana shunaqa narsalarni yengish uchun zivojga chaynayman. Prosta kimdir ashula eshitadi, kimdir o'yinga tushadi, boshqa narsalar qiladi. Hammada bor-da xarakter. Men prosta zivojga chaynayman. Zivoj chaynab, sapinimga qarab turaman. Hali u mensimaganimdan yo boshqa narsamdan emas. Endi zivojga bo'lib turib og'zida to'rmaydi, talqon solganda so'rab, erayapti zivojga deb-da, to'g'risi. O'shanga zivoj chaynayman, endi xarakterim shunaqa. Endi boyda oldingi xatolarimni qilmayman, baribir. Spokойно o'sha Jasur akam nima taktika qilib berishgan bo'lsa, o'sha taktikada boy qilaman. Lekin boyimiz yo 3 raundli bo'ladi, yo super nokaut bo'ladi, yo nimadir bo'ladi. Chunki u ham qattiq. Inshaalloh Alloh qodir qilsa biz ham qattiq bo'lamiz. Xudo xolasa. Juda zo'r boy bo'ladi. Bitta orzuyim bor. O'tgan boy tayyorgarlik ko'rgan paytimiz juda qiyinchilik bo'ldi Jasur akam bilan. Bitta o'zimiz bo'lsa ham chaqirarlar, crossfit o'tarlar, yana ketarlar. Juda ham maksimal tayyorgarlik ko'rdik. Yutqizdim, razvalkada Jasur akam men tushunmayapman, shokdaman o'sha. Nima bo'lgan bilmayman. Chunki uxlab qolganman, Jasur akamdan so'rab yuribman, aka, nima bo'ldi menga? Urdimmi, yiqitib qo'ydimi? Ya bo'g'da uxlab qoldim. Tushunmayapman. U tasavvurimda boy bo'lmadi, men chiqmadim boy. Razvalkadaman, hech kim yo'q razvalkada. Muhdiddin aka bor, Bekzod bor, ukam bor, Jasur akam bo'ldi.
shuni o'tirgan joyimda shuni Jasur akamga qarasam yig'layaptilarda. Men lekin yig'laganim yo'q. Chunki men tushunmayapman nima bo'lganini bu yerda. Keyin hali joyda ichimdan g'alati bo'lib ketdim-da baribir. Endi xudo xolasa mana 7-kuni fevral kuni Humo Arenada bo'y qilamiz. Mana shu Jasur akamni xudo xolasa tayyorgarlik ko'rganimiz, mana shu ko'z yoshlari tushgani, mana shu hammasini xudo xolasa mana shu zo'r bo'y qilib oqlayman xudo xolasa. Biz orqamizdan ham Jasur akam sani shogirdlaring zo'r ekan, haqiqatdan yaxshi trener ekansan deb odamlar ko'cha-kuyda ko'rsa, mana shunday deyish tarafdori biz orqamizdan Jasur mana shogirding bunaqa ekan, unaqa ekan deyishni xohlamaymiz. Jasur haqiqatdan zo'r bolalar tayyorlabsan, zo'r bolalar bo'ldi. Ligan gapi yo'q, haqiqatdan bayislar chiqib urishdi. Maza qilardi desa, biz xursand bo'lamiz. Biz eshitmasak ham Jasur akamga shu gapni kimdir aytsa, biz xursand bo'lamiz. To'g'risi. Shu orzu ham. Xudo xolasa 7-fevral kuni Mangu ligasida jang qilamiz. Hamma kirsin, Humo Arenaga poddeshka qilgani. Xudo xolasa hamma kirganlar haqiqiy voyinlarda ko'radi, haqiqiy janglarda ko'radi. Aktagon liga bilan, boshqa joy bilan bemalol bunday bo'yda ko'rib bo'lgandan keyin taqqoslab ham desa bo'ladi, baho bersa bo'ladi. Xudo xolasa endi mana shu O'zbekiston bayisi hamma urushaydiganda kirib poddeshka qilib, duo qilib, Instagramda yomon masalan qilgan ishiga ham kommentariy yozmoqchi bo'lsangiz, bunday qilib chiqib ketavering. Yoki mehnat qilyaptimi, bitta olovcha yoki like bosib, prosta poddeshka qilib tursalaring. Sizlardan non, osh hech narsa emas. Sizlarni poddeshkalaring bilan, sizlar davay deb turishlaring bilan shu Amerikada yana UFC'da O'zbekiston bayislari soni ko'payadi xudo xolasa. Biz shuni so'rab qolamiz inshaalloh. Sog' salomat bo'linglar.